Mening dunyolik tanish bir talla qizim bor. Agar onun operash bo'lgan bo'lsa, men yashamayman. Ben yashamayman. Oğlum, ben bayatın sizga degandek Mahliya o'tgan yili yigitidan ayrılib qolgan. Vasi doktorxonaga ketib davolanayotdi. Ha bugun bizning yo'qlamasdan foydalanib sirt qochib ketibdi qarang. Demisiniz siz Erpan balamga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekansiz balam. Hadi. Bunda olsa ben mağayıverek. Mening azroq qo'lashtiram bor. Rahmat, sizni toza avval qilib qo'y balam, ha? Chiqsin. Ma'qul. Ma'qul. Mahliya! Mahliya! Mahliya meni qo'rqma! Doktor! Mahliya! Mahliya! Doktor! Mening dunyolik tanish bir talla qizim bor. Agar onun operash bo'lgan bo'lsa, men yashamayman. Ben yashamayman. Hadi, yolun ziyaretine. Doktor kızım qanara? Benim ahval bıraklaştı. Lekin hazır kösanla bulmaydı. Biraz vakit meşgul olsun. Bak rahmet doktorum cevap çektiniz. Ama hemsi ben mağay. Rahmet balam. Rahmet canım balam. Cevap çektiniz. Peki. Hadi bak. Bakalım sen. Ama Ay Fatime. Mahliya jubrash bo'lmagan hozir ahvolqanda. Baba ayvali. Biraz duraklaştı. Rahmet sizga bu cevap sattık balam. Boyadan nimaga rahmat deysiz? Mahliya degan bilan eng yaqin do'stim tursa, shunday qiyinchilik vaqtlarda jini turishim kerakda. Sizga cevap sattık balam. Unda demang ha. Ama içinde aşk çömkep kaptım ben aldırıp da amına şey mecmu. Erpan? Men o'tgan yil Erpanning o'lganini o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam, u yana hayot yuriydi-ku. Bu qanday mumkin bo'lsin? Acaba mening planlarim suvchilashdimi? 70 qismliq suratga turmush nomli qisqa teatrimizning to'liq nusxasini unitardan ko'ring. Salon nomi Biz Uz Ovoz.